Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videomizda mana shunaqa tashlandiq maktabga kelganmiz. Shu tashlandiq maktabda hozir bitta video qo'yib beramiz. Video qo'yib berganimizdan keyin mana shu videoni kommentariyaga aktiv bonglatib tashlasanglar, mana shu videoni YouTube kanalimizga to'liq videosini qilib obzor qilib beramiz. Buzilayotgan ekan. Hozir mana mashina ichiga kirib obzorni qilamiz. Kuzatishda davom etinglar. Davomi zo'r bo'ladi. Bitta ichkariga kirib ko'ramiz. Buzilayotgan hozir buzilib, manimcha boshqa narsa qurilsa kerak. Shuning uchun tezroq videoni olamiz. Ketdi. Pastga chiqib video olamiz. Videoni mana ishlar buzilyapti уже. Hozir mana уже tepasiga chiqishimiz oldincha qoldi. Tepaga chiqishga harakat qilamiz. Bu kadrni ko'ringlar, bitta manzarani. Hozir bu foto ko'ramiz. O'sha kartonlar. Tepa qavat mashinaqa bo'ladi. Atrof tog' bo'lyapti. Mana har xil rasmlar chizib tashalgan. Kim bu? Taniganlar kommentariyaga yozaveringlar kimligini. Rassomlar chizgan ekanmi deyman-da. Hozir narigi betga o'tish kerak, lekin buzilyapti. Atrofdan past ko'rsatamiz hozir. Asosiy daroshkani qo'ygan ekan hozir. Videoni shu joygacha ko'rayotgan bo'lsanglar, bitta like bilan kommentariyaga izohinglarni yozib qoldiringlar. Agar mana shu video 500 ta like yig'sa, to'liq videosini ko'pchilik bo'lib kechqurun mana shu yerda 24 soat yashab qolamiz. Agar mana shu video 500 ta like yig'sa, videoning davomini ko'raverasizlar. Xullas, bolalar, videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsanglar, kommentariyaga zo'r olib berib ketsanglar, mana shu yerga kelib 24 soat yashab ko'ramiz. Videoni shu joyda tugatamiz. Podдержка deb turinglar, davay.